O'rtoqlar, bu narsani bilmasdan turib chaqaloqga kiyim xarid qilmang. 1 oylikdan 3 oyligacha bo'lgan chaqaloqlar uchun top 3 ta qulay kiyimni ko'rib chiqamiz. Ketdi. Albatta, bu birinchisi mana bunaqa 3 tali yoki 5 tali kiyimchalarni tavsiya qilamiz. Ko'ynechasini oldidan ochilishiga katta ahamiyat beramiz. Bu endi qizlarga bo'lgani uchun abadokli varianti va xohlasanglar mana o'g'il bolaga mana bunaqa shapkali variantini xarid qilishingiz mumkin. Va yana bitta narsaga ahamiyat beramiz. Palzonkisini pasatkasiga pampersdan kiyg'izganingizda tiqilib qolmasligi uchun. Ikkinchi top qulay kiyim bu albatta sliperlarimiz bo'ladi. Hamma yaxshi ko'radi. Meni o'zimning ham tavsiyam shu, chunki bolajonni ko'targaningizda beli ochilib ketmaydi va yana sliper tanlayotganda nimaga ahamiyat beramiz? Polni pasigacha knopka bo'lganiga ahamiyat beringlar. Chunki bolajonni pampersini sizlar tez-tez almashtirasizlar, kiyg'izib yechayotganingizda bolajonni qiynamaysizlar. Va uchinchi top qulay kiyimimiz bu bodili komplektlarimiz bo'ladi. Xoh 3 tali, xoh 5 tali bo'lsin, albatta bodili kiyimlarni men olishni tavsiya qilaman. Oddiy palzonkilardan tashqari beli rezinkasiz variantlarni ham olishni tavsiya qilaman, bolajonni belini siqmasligi uchun.